Organizmda periferik nervlar o'tadigan shunday anatomik uchastkalar borki, bu uchastkalardagi o'tkazilgan jarohatlar yoki yallig'lanish oqibatlarida shu sohadan o'tadigan nervlarda qisilish va ezilish holatlari kuzatiladi. Natijada qo'l va oyoqlarda og'riq, uyushish va sezgilarni o'zgarish holatlari yuzaga keladi. Bu holatlarni tibbiyot tilida tunnel sindromlari deb yuritiladi. Organizmda 30 dan ko'p tunnel sindromlari mavjud. Bulardan biri kubital kanal sindromi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kubital kanal sindromi bu tirsak nervini, tirsak bo'g'imini ichki yuzasi, ya'ni kubital kanalda joylashgan qismini turli xil xavf omillarining natijasida qisilishi va kompressiyasi tufayli yuzaga keladigan, bilak va barmoqlarda sezgilarni pasayishi bilan, mushak kuchini kamayishi bilan va og'riq sezgilarini rivojlanib borishi bilan kechadigan murakkab patologik neyropatik jarayon hisoblanadi. Uchrash chastotasi bo'yicha tunnel sindromlarining ichida kalpar kanal sindromidan keyingi ikkinchi o'rinni egallaydi. Har 100 ming aholiga o'rtacha 32-34 tani tashkil qiladi. Xavf omillari: tirsak bo'g'imida o'tkazilgan jarohatlar, sinishlar, bo'g'im latishi va paylarni cho'zilish holatlari, intensiv sport mashqlari bilan va og'ir jismoniy mehnat bilan uzoq shug'ullanish, vibratsion vositalar bilan ishlash, quruvchilar, stomatologlar, ultratovush diagnostikasi va boshqa tibbiyot xodimlari, homiladorlik, endokrin sistemasi va revmatik kasalligi bor insonlar, surunkali alkogolizm holatlari va tirsak bo'g'imi paylari tendovaginiti va entezopatiya holatlari. Undan tashqari shu sohadagi hajmiy hosilalarning mavjudligi. Kasallikni patogenezi: bizga ma'lumki, bilak sohasini ichki yuzasidan keladigan alohida tirsak nervi tirsak bo'g'imini ichki yuzasidagi kubital kanalning ichiga kiradi. Kubital kanalning devorlari tirsak suyagining o'sig'i, yelkaning ichki dumbog'ini orqa va ichki qismi va tashqi tomondan bilakni tirsak tomonga eguvchi mushakni boshchasi va aponevrozi tashkil qiladi. Kasallikning rivojlanishida ikkita patogenetik omil mavjud: mexanik kompression va lokal ishemik omil. Turli etiologik yuqoridagi omillar natijasida tirsak bo'g'imi kubital kanalida bosim oshadi va natijada tirsak nervida shu sohada qisilish, ya'ni kompressiya yuzaga keladi. Shish va gipoksiya rivojlanadi. Natijada nervning aksonlarida degeneratsiya yuzaga keladi. Natijada nerv proyeksiyasi bo'ylab shu sohada sensor va motor o'zgarishlari yuzaga keladi. Sensor o'zgarishlar kafni ichki yuzasi, gipotener va 4-5 barmoqlarda ichki va orqa yuzasida sezgi pasayadi. Shu sohada karaxtlik yoki kuyish hissi yuzaga keladi. Barmoqlarini bukkanda 4-5 barmoq sohasida va gipotener sohasida og'riqlar kuchayadi. Motor o'zgarishlar: 4-5 barmoqlarni bukishda qiyinchilik, barmoqlarni tirsak tomonga uzoqlashishi, ya'ni ulnar deviatsiyani chegaralanishi, qo'l kafti 4-5 barmoqlar sohasida mushaklarning atrofiyasi va shu sohadagi tirnoqlarda deformatsiyalarning yuzaga kelishi, kasallikning erta bosqichlarida tirsak nervi aksonlarining miyelin qavatida yengil zararlanishlar kuzatiladi. Agar kasallik avj olib rivojlansa, miyelin qavati to'liq zararlanadi va kasallikni oxirgi bosqichlarida aksonlar to'liq zararlanadi va nerv o'tkazuvchanligi to'liq yo'qoladi. Kasallikning bosqichlari: yengil bosqichi. Bu bosqichda yengil sensor o'zgarishlar yuzaga keladi. Qo'l va barmoqlarda sezgilar kamayadi. O'rta og'ir bosqichi. Bu bosqichda sezgi buzilishlari 4-5 barmoq va kaft sohasida kuchsizlik hissi bilan yuzaga keladi va shu soha mushaklarida harakatlarning kuchsizligi va noqulaylik kuzatiladi. Va kasallikning og'ir bosqichida sensor va motor o'zgarishlar sezilarli darajada buziladi. Mushaklarda
to'liq atrofiya holatlari kuzatiladi. Kasallikning diagnostikasi. Fromen testi. Bu bemor ikkala qo'li bilan birinchi va ikkinchi barmoqlari yordamida qog'oz varog'i qisib ushlanadi va jarroh tomonidan tortiladi. Zararlangan tomonda adduktor mushaklarini atrofiyasi tufayli bemor qog'oz parchasini yaxshi ushlay olmaydi va shu xatti harakatda 4-5 barmoqlarda sezgini o'zgarish holatlari kuzatiladi va bu harakatda bosh va ko'rsatkich barmoq va kaftlarning orasidagi mushaklarda atrofiya holatini sezish mumkin. Elektroneyromografiya usuli tirsak nervida sensor va motor o'tkazuvchanligini baholovchi usul hisoblanadi. Kasallikni davolash. Kasallik yengil va o'rtacha og'ir bosqichlarida konservativ muolajalar o'tkaziladi. Tirsak bo'g'imini ortezlash, nosteroid va steroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llash, kanal sohasiga glikokortikoid moddalar bilan lokal inyektsion terapiya qilish, fizioterapevtik davo muolajalari va vitaminoterapiyaning o'tkazish. Kasallikni og'ir bosqichida jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Ochiq dekompressiya amaliyoti, kichik dostupli dekompressiya va endoskopik dekompressiya amaliyotlari o'tkaziladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.